Do'stlar, Heykel yana ipdan ketmoqchi. Bu xabarni Heykel kanaliga bir kun oldin joylagan. Ko'pchilik buni bilgan bo'lsa kerak. Heykel o'z kanaliga shunday yozdi: "Barchadan uzr so'rayman. Men yana ipdan ketmoqchiman" deb. Avvallari Heykelning WhatsApp neger so'zi bilan izohlanishi yoqmasdi. Hozir esa Heykel qaytish uchun shu so'zni 10 marta aytishga ham roziman. Koshkiydi bu Heykelni qaytarsa. Agar esingizda bo'lsa, bundan oldin ham Heykel ketmoqchi bo'ldi. Lekin Prisvarin va Sonicjon uni qaytargan. Kelinglar Heykelni bir esla o'tamiz. Qayerdaman? Stop. Qayerdaman? Voy, yana qanaqa joyga? Qop-qorong'man bu joy. Xenobots, best doing of Bugun sizlarga keldim. Heykel va bunga videoda Divix bilan qaraladi joyga qamal qolay. Adonkida faqat biz ikkimiz qamalamiz. Boshqalar bilan nima qamalmaydi? Obunachilar qizlar, sizlar bilan birga edim. Heykel va bunga videoda bugun biz Obunachilar, bugun sizlar bilan birga edim. Men Heykel va bunga videoda biz